Mana uzatma. Kucherenko to'pga yetib bormadi. Lekin Abrayev ikkinchi tim bag'ishlashi mumkin. Mana bu yerda o'yinni davom ettirish imkoniyati bor. Birga bir himoyachiga qarshi Abror Ismoilov. Narigi tarafda sherigi ochilyapti. Alisher Odilov yuzma-yuz Kozlovga qarshi Alisher Odilov hal qilyapti. Uchib zaxiradan tushgan futbolchilar kirityapti. Odilov ko'fi ichib oldi. Golni shunday tabrik ham qabul qilib oldi. Nima qilsa yarashaveradi bu yog'iga. Mana o'sha qarshi hujum, mana o'sha birinchi pas ko'p narsani hal qildi. Mana bu pas ham zo'r bo'ldi. Xullas bu kombinatsiyada hamma o'z vazifasini zo'r bajardi, lekin Abror emas assist menimcha. Ha, Ratinho assist yozib qo'yapti. Abror o'sha Ratinhoga foul, unga qarshi foul ishlatilayotgan joyida berib yubordi-yu to'pni. Ana o'sha pas ham juda muhim edi-da. Menimcha sal avval yana ko'ramiz bu vaziyatni, chunki tezkor qarshi hujumni boshlanish fazasi muhimda. U yog'iga bo'shliq yuzaga keldi. Zichlik paytida, aynan zichlik paytida